Demek, mana bunaqa masala berilyapti. Qaranglar. 69 gram X H2SO4 ko'paygan Y SO3 tarkibli oleumga 60 gram SO3 qo'shilganda mana bu Y bilan X o'rni almashib qolgan, qaranglar. Oldin X Y bo'lsa, endi Y H2SO4 ko'paygan X SO3 tarkibli oleum hosil bo'ldi. Savol. Dastlabki oleumdagi SO3 ning xususiy foizi, ya'ni o'zini foizi. Sulfat kislotani ichidagi masala o'zini ichi foizi. Yani X ni topish kerak, xullas. Demak, yana bir bor o'qiymiz. 69 gram X da sulfat kislota hamda Y da SO3 tarkibli oleumga 60 gram SO3 qo'shilganda X bilan Y da o'rni almashib qolgan. Tarkibli oleum hosil bo'lgan. Dastlabki oleumdagi mana bu ichidagi SO3 ning massa bo'lishini so'radi. Nima ish qilamiz? Ikkovini tenglamoqsak, sal qiyinlashadi ishimiz. Shuning uchun bu yerda eng oson usuli birga n deb olib ketishdi. Qaranglar. Masalan, birinchi ish. Oleumni anaqa desak, H2SO4 ko'paygan n ta SO3 desak. Mana shuni ichida sulfat kislotamiz 1 mol, to'g'rimi? Mana bu SO3'imiz necha mol? N mol. Ya'ni 69 yo'q, bunday desak. Xo'p, qaranglar. Shu 1 bilan endi pastga qo'yamiz. Masalan, qaranglar. 98 plus 80 n desak, mana shu. Massasi o'ziniki. Shunda shuni ichida sulfat kislota 1 molmi? To'g'rimi? Bu n mol. Kim tushunmadi? Ya'ni x ni y dan qo'shib o'zgina bo'lsa ham 1 ga n deb olamiz-da mana. 1 ga n deb olsak, mana 1 mol 98, buni n 80 n. Shunda bu 1 mol, bu necha mol? N mol. Bizga necha gram degan? 69. 69 ni ichiga necha molligi borligini bilamizmi? X qo'ydik. Buni esa necha qo'yamiz? Y. Va shunda mana shu proporsiya mana. Bu alohida proporsiya, bu alohida proporsiya. X topamiz. X topish uchun mana bu ko'payadi 69 ko'payadi 1 ga. 1 ga ko'paytirish shart emas. Bo'linadi nechiga? 98 plus 80 n ga. Bu nimani bo'ladi? Mol bu sulfat kislota. To'g'rimi? Xuddi shuni y topamiz. 69 ko'payadi n ga. Bo'linadi 98 plus 80 n ga. Bu mol nimaniki? SO3. Shirgacha tushunarli? Tushunarli? Endi mana shuni ustiga qaranglar. Bizga aytibdi. Qachonki biz o'sha dastlabki oleumga 60 gram SO3. 60 gram SO3. Bu necha mol? 80 ga bo'lsak. 0.75 mi? Qachonki mana shu SO3 ga biz 0.75 mol qo'shganimizda X bilan Y ni o'rni almashib qoldi. Oldin X imiz 1 edi, Y imiz n, to'g'rimi? Almashgandan keyin qanaqa bo'ladi? Almashgandan keyin mana bu 1 o'rniga n keladi. Mana sulfat kislota keyin bu n bo'ladi bu. Shuni almashtirib qo'ydik. Tushunarli? Bu mana shu tengni almashtirishimiz kerak. Ya'ni mana bu pastga ko'payadi, bu pastga ko'payadi, ikkovi bir-biriga tenglashadi. Demak, yozamiz. 69 taqsim 98 plus 80 n. Bu 1 ga ko'payadi, buni yozib ko'paytirish shart emas, teng. 69 n kvadrat taqsim 98 plus 80 n plus 0.75 ham n ga ko'payadi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu ham n ga ko'payadi, bu ham n ga ko'payadi. Bu pasti qoldi shu. Ana shu tenglamani ishlashimiz kerak. Bu tenglamani ishlash uchun biz hozir hammasini 98 plus 80 n ga
ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Hammasini ko'paytirishimiz kerak. Shunda mana bu o'zi qoladi. 69 teng 69 n kvadrat plus 0,75 ko'payadi 98 ga. 70 shu 5 n plus 60 n kvadrat. Shunaqa? 60 n kvadrat. Shunda mana bu ikkovi qo'shilar ekan. 129 n kvadrat plus 73,5 n minus 69 teng 0. Mana shunaqa tenglama chiqib keldi. Shuni ishlashimiz kerak-da. Demak, mana bu yerda yozaman yana bir marta. 129 n kvadrat plus 73,5 n minus 69 teng 0. Shunda n 1 2 minus 73,5 plus minus ildiz osti hop b kvadrat 73 5 kvadrati minus 4 ko'paygan minus 69 taqsim 2 ko'paygan 129. Shunaqa? Ha, ko'paygan mana bu ham bor, ha? Ko'paygan 129 ham bor, ha? Shunaqa. Demak, minus b plus minus b kvadrat ildiz ostida b kvadrat minus 4asi. To'g'rimi? Taqsim 2. Xullas, bu yo'g'ini ishlash kerak. Bitta kalkulyator kerak-da. Berib turqan. Intizom bor, ha? Xo'p, demak, hozir birinchi ildizni tagini ishlab chiqsak. Mana bu 73,5 ni kvadrati 5402. Hop, mana bu yozib qo'yay. Ildiz ostida 5402 butun 25. Kalkulyatorni xotiralik ekan-ku aytmoqchi. Hop, keyin 4 ko'paygan 69 ko'paygan 129. Bu hammasi qo'shiladi va ildizdan olinadi. Xullas, ildizdan 202,5 chiqdi. Ildizdan 202,5 qaranglar. Demak, mana bunaqa chiqib kelyapti. Bizga mana minus 73,5 plus bo'ladi endi. 202,5 taqsim 258. Demak, bundan 73,5 ni ayiramiz. Va bo'lamiz 258 ga. 0,5 chiqdi. Mana javob to'g'ri chiqqan. N teng 0,5. So'ragan narsasi dastlabki olyam H2 SO4 ko'paygan 0,5 SO3, to'g'rimi? Shuning ichidagi SO3 ning massa ulushi demak 40 taqsim 138 ko'paygan 100. 40 98 138 ko'paygan 100. Ozgina bundan lekin chiqadi. Necha? 29 mi? 40 taqsim 138. O'zim kalkulyator bor ekan. 29%. Mana shu. Tushunarli? Yoza oling.